Alo. Qayerdasan? Sektor rahbari obodonlashtirish ishi bo'yicha majlis o'tkazmoqchi, tez yetib kel. Aka, men u yoqda nima qilaman? Bugun bolalarni futbol musobaqasiga olib borishim kerak. Tumanlararo bellashuv. Murabbiyga topshir, o'zing hozir majlisga yetib kel. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum Jabbor aka. Aka, bugun bolalarni o'z musobaqaga olib bora olasizmi? Sardorbek, Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli. 5 tashabbus bo'yicha yillik hisobotlaringizni bersangiz. Tushunmadim. Meni hisobotim nimaga kerak sizga? Ishlar ko'payib ketib, bajara olmagandek. Shunga Unaqa bo'lsa bera olmayman aka. Xafa bo'lmang. O'zingizni ishingizni chala qilganingiz yetmaganda yolg'onlaringizga meni ham aralashtirmang. Uzr. Oyijon, ming bor uzr. Ulgura olmadim. Lekin sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklayman. Boshing omon bo'lsin, bolam. men yoshlar yetakchilari timsolida bo'lajak hokimlar va vazirlarni, yirik bank va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlar, siyosiy partiyalar liderlarini ko'raman. Shavkat Mirziyoyev.